Agar Holland brendini video senderlarni ishlatadigan bo'lsanglar, bilamiz, perdachiklariga batareyka qo'yib ishlatiladi, ya'ni NPF akkumulyatorlarni qo'yib ishlatamiz. Unda ham agar sifatli zo'rini topa olsanglar-ku, 3 soatga, 4 soatga yetishi mumkin. Agar sifatli batareyka topa olmasanglar, 20 minut, yarim soatda o'chib qolaveradi va uzilib qolganda o'zimizning yugurigimiz ko'payib ketadi. O'shani oldini olish maqsadida Fototrade do'konida Holland brendini original kabeli sotuvda bor. Bu kabel bitta tomoni priyomnik yoki perdachik ulasanglar bo'ladi, ikkinchi tomoni D-tab, ya'ni V-mount akkumulyatorlariga ulab ishlatsanglar bo'ladi. Agar sizlar mana shunaqa komplekt ishlatadigan bo'lsanglar, ya'ni kameralar komplektida D-tab bo'lsa, shundan ulab ishlatsanglar bo'ladi. Shunaqa kabel sotuvda bor. Yondi. Mana shu ko'rinishda ishlatsanglar ham bo'ladi. Hozir bu yerda bizning qo'limizdagi kamera Canon EOS R5, video senderimiz Holland Pyro S, batareykamiz ixcham V-mount batareyka 140 lik Sweet brendiniki va kreplenyalarimiz, kletkamiz Smalrik brendiniki. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa V-mount akkumulyatorlar qo'yiladigan plashatkalar ham har xillaridan Fototrade do'konida sotuvda bor. Xohlasanglar yon tomoniga, xohlasanglar orqa tomoniga chiqarib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Xohlagan rakursga olib kelsanglar bo'ladi. Nabdi primer qilib ko'rsin, bunaqasiga ham qilib qo'ysanglar bo'ladi. Kimga agar shunaqa kabel kerak bo'lsa, Fototrade do'koniga murojaat qilaverasizlar.